Surxondaryo viloyatining Bandixon tumanidagi Marvarid nomli namunali bolalar folklor etnografik jamoasi badiiy rahbari Otabek Abdullayev bilan suhbatni boshlaymiz. Otabek aka, tong xayrli bo'lsin avvalo. Rahmat. Xush kelibsiz. Yurtdoshlarimiz, muxlislarimiz bilan salomlashib olishingiz mumkin. Mana shu kamera sizga. Assalomu alaykum. Yurtdoshlar, hammaga yaqindan Navro'z ayyom bo'lib o'tdi. Barchani tabriklayman. Yasharish bayrami. Tabriklayman. Xo'p, rahmat. Bolajonlarni ko'rdik, qiynalmasdan eson-omon yetib keldinglar Surxondaryodan. Rahmat atayin tashrif uchun va erta tongdan yaxshi kayfiyat, mana juda ham chiroyli repertuar, ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Bu bolajonlarimiz bu maktabga necha yoshdan qabul qilinadi? Bu maktabda hozirgi bu Marvarid folklor etnografik namunali bolalar jamoamiz yoshi 4 yoshdagi bolalarimiz ham bor. Rostdan. 18 ta bola qatnashadi o'zi. Kichkina 4 ta bolamiz ham bor. Jami 22 kishimiz. 4 yoshlilar ham. 4 yoshdan. Eng kattasi necha yoshgacha? 14 yoshgacha. 14 yoshgacha. 14 yoshgacha eng kattasi. Yaxshi, tushunarli. Repertuaringizda qanday qo'shiqlar o'rin olgan va u qo'shiqlarni kim yozadi? Repertuarimizda Bolajon, xo'sh, keyin hozir eshitdingiz, Qadama tayoq, O'ynang momo, Do'mbiram, Surxondaryo haqida qo'shiqlarimiz bor. Tushunarli. Undan tashqari mana hozirgi ijro etilgan bularni sahnalashtirish ham bor-da. Bu sahnalashtirishni demak o'zingiz qilasiz, to'g'rimi? O'yinlarni, qo'shiqqa mos, so'zlarga mos sahna ko'rinishlarini kim qiladi? Yo'q, bizda Marvarid jamoamizda 3 kishi ishlaymiz. Badiiy rahbarimiz bor, badiiy rahbar o'zim, musiqa rahbarimiz bor, keyin raqs o'rgatuvchi. Raqs o'rgatuvchimiz. Ular qanday kelishmadi? Ular endi uzoq bo'lgani uchun jonli efirda ko'rishyapti. Ismlarini aytib o'tsangiz, rahmat aytib qo'yamiz. Musiqa rahbarimiz Abdullayeva Guljamol. Guljamol opa, rahmat. Raqs o'rgatuvchimiz Xoliqnazarova Umida. Umid opa, xo'p. Navro'z bayramiga qatnashdinglarmi bu yil? Ha, bu yil tadbirimiz ko'p bo'ldi. Shundan gapiring. Tuman Navro'zlariga qatnashdik, viloyatlar bayramlariga qatnashdik. Mana sizlar tadbirlaringizga kelyapmiz mana. Rahmat, xush kelibsizlar. Lekin bilasizmi, hozir bolajonlarni ko'rib o'zimning yoshligim esimga tushib ketdi. Men hali ham yoshsiz, bolaligim esimga tushdi. Bolaligim ham esimga tushib ketdi. Bolalik davrimda xuddi mana shu qizaloqlarga o'xshab raqsga tushib yurardim. Hozir bitta do'ppi kiysam, siz ham shulardan qolishmaysiz. Ha, o'zi rosa orasiga kirib o'ynasammikin dedim. Xalaqit qilib qo'ygan bolajonlar. Bolalik deganda gapingizni bo'ldim. Bolalik deganda bu Marvarid folklor etnografik namunali bolalar jamoamiz 2000-yil tashkil topgan. 2000-yil tashkil topgan. 2022-yil Marvarid bolalar namunali jamoasiga unvon berilgan. 2022-yil unvon berilgan. Folklor etnografik namunali bolalar jamoasiga unvon berilgan. Lekin aslida 2000-yildan beri faoliyat yuritamiz. Yoshligim deganingizga men o'zim mana shu Marvaridda o'ynab katta bo'lganman. Yoshligimda. Ana 25 yillik tarixga ega, 2000-yil bo'lsa 25 yil. Haqiqatda. Aynan bolajonlarni ko'rib bir savol bergim keldi. Endi bularga raqs qo'yadigan opalari kelishmagan ekan, lekin siz ham baribir shu jarayonda bo'lasiz-ku, kuzatasiz bolalarni. Raqsga tushayotgan paytimizda qandaydir bir holatlar bo'lardi. Yoshligimda, bolaligimda, bog'cha davrlarimda, maktab davrlarimda ham tadbirlarda qatnashganimda, hatto o'sha kollejda o'qiganimizda ham qanaqangidir bir kayfiyatim bo'lmasa, raqs o'rgatayotganlarda ataylab ham yo'q, shuni o'ynagim kelmayapti, qilgim kelmayapti deb o'tirib injiqlik qilib xarxasha qilardim. Sizni bolajonlaringizda qanaqa? Bizni bolalarimizda unaqa yo'q. Chunki bunday degani bularda o'zimiz hayotda amaliy ko'proq bo'ladi. Masalan, mol boqadi. Masalan, hozirgi dasturimiz sizlarga qadama tayoq. Qadama tayoq mol boqadi, masalan, qo'y boqqanda o'ynab boqadi. Bular qiynalmaydi-da unday. Masalan, chunki hayotda tajribasi bor. Kichkina bo'lsa ham tajriba. Masalan, qadama tayoq o'ynaymiz, chillik o'yinni bilasiz. Kurash o'yinlarini bilasiz. Qadama tayoq bularga qiyin emas-da. Chunki hayotiy tajribasi bor. To'g'ri. Men qarang, bolalikdan nima deydi, mana shu jarayonlarda odam keyin shakllanadi. Misol uchun men ham o'sha qishloqda bolaligimda mol boqib, qo'y boqib, dasht adirlarda yurganimda she'r aytib yurardim, qo'shiq aytib yurardim. Mana o'sha qiziqish bu yoqqacha yetaklab kelganda, hozir aytyapsiz, mol boqayotgan jarayonda bular mana shu demak o'zidan o'tkazib ko'radi. Bu uzoq narsa emas, begona narsa emas bularga. Faqat uni sayqallashtirib, go'zallashtirib san'at darajasiga olib chiqiladi azizlar.
Xo'p, ana endi Gulasal yana bir tarona qo'shiq eshitib bir o'ynaymiz, raqsga tushib. Birga raqsga tushaylik. Qarang, yana bitta narsani ochiqlab ketish kerak-da, Surxon raqslarida negadir aynan oyoqni mana bu harakati ko'p ishlatiladi-da. Qizlarda ham, bolalarda ham bu eshitgandim qayerdadir, oyoq issiqda dashtda yurganda, kuyganda mana shunday qilib qochib qilib yurgani uchun o'sha harakatlarga qo'yilgan. Chunki aynan Boysun, Sherobod, yana tog'li hududlar bor-ku, aynan o'sha tagi asli kelib chiqishi deydigan Qashqadaryo raqslari ham xuddi shunaqa. Issiq bo'lganda cho'llarda, dashtlarda cho'ponlar mana shunday qilib yurib, raqsga aylanib ketgan deydi. To'g'rimi shu? To'g'ri shunday. Balkim to'g'ri, u ham uni ham foydasi bor. Masalan, bizda ko'proq endi aytyapsiz o'zingiz ham dalada issiq tuproq yurasiz. Bolalar ham, masalan, o'zimiz ham o'rganishingiz oson. Chunki shunday ko'proq yurganingiz uchun, boyagi bo'lgani uchun o'rganasiz. Rahmat. Ana endi bolajonlarimizdan ikkinchi raqsni va qo'shiqni tinglaymiz. Tayyor bo'lib turishibdi. Marhamat.
qoyil bolajonlar, qoyil. Birinchi ma'muningiz boshladi, keyin hammani o'ynatib yedik. Ertalabki badan tarbiyani bolajonlar bilan birgalikda qilib oldik, to'g'rimi? Zo'r, Rahmat sizlarga. Otangizga rahmat. Ustozlari sizga rahmat. Bor bo'ling. Erta tongdan kayfiyat ajoyib bo'ldi sizlar. Ijodkorlarimizga o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz va ijodiy muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Rahmat bolajonlar. Ana endi esa sizlar dunyo ajoyibotlari haqida boya so'z yuritgandik. Dastur avvalida dunyo ajoyibotlari sahifasini birgalikda o'tkazamiz. Ana undan keyin suhbat bilan yangi mehmonlar qadam ranjida qilishadi. Dasturni davom ettiramiz. Marhamat azizlar.